Oramizda ikki xil insonlar bor. Bir insonlar boshqa insonlardan shikoyat qiladi, aytadiki, nimaga meni hamma yomon ko'radi yoki nimaga odamlar bunaqa haligi jahldor, men kelisha olmayman deydi. Ikkinchi tur insonlar bor, ular hamma bilan kelishib ketaveradi. Insonlarda yaxshi sifatlar gapirishi bilan yoki tashqi ko'rinishi bilan paydo bo'lmaydi. Nima bilan paydo bo'ladi desa, insonlar mas'uliyatni olishi bilan unda fazilatlar paydo bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, ko'pchilik moliyaviy tomondan qiynaladi. Kechqurun masalan ishdan kech keladi, ertalab erta uyg'onib masalan ishiga boradi, kun davomida ishlaydi, yana charchaydi. Borib ovqatlanadi, yana ozgina farzandlari, oilasi bilan turishi mumkin, lekin yana ertalab shu rutina takrorlanaveradi. Va o'sha yerda insonlar o'ylashni boshlaydiki, ko'proq pul topsam, moliyaviy erkinlikka chiqish mumkin deb o'ylaydi. Qayerda byurokratiya bo'layotgan bo'lsa, demak o'sha yerda salohiyatsiz insonlar yoki mas'uliyatni olmaydigan insonlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugungi sonda biza premium fikrlarni birinchi ko'rsatuvini olyapmiz. O'zi deyarli 3 yildan beri o'zim uchun qaytla qilib boraman. Bu boshlanishida o'zim uchun yopiq kanalda bo'lgan. Keyin o'zim shaxsiy blogimda oz-ozdan yozuvdim. Bu davomiy bo'lgani yo'q, albatta, lekin o'zim uchun ichkarida private channelda umumiy kitoblarni o'qiganimdan keyin xulosalar yozib boraman. O'zimga yoqqan iqtiboslar, o'zim qilgan xulosalar, kuchli aytilgan gaplar, u narsalarni qayd qilib boraman. Telegramda kichkina kanalim bor, Premium fikrlar degan. Uncha ko'p odami yo'q, lekin o'ziga yarasha muxlislari bor. Kanalda batafsil yozmayman. Buni YouTube'da biza alohida bir iqtibosni aytib, uni alohida to'liq sharhlaymiz deb o'yladik. Chunki kanalda bir iqtibos yozadigan bo'lsam, u juda ham qisqa bo'lganligi sababli izohlarda odamlar tushunmay qolyapti. Ya'ni o'zbek tilini C2 darajasi ekan, B1 uchun sharhlab bering, B2 uchun sharhlab bering deb haligi sarkastik izohlar yozishadi. Bu sonda demak, men o'zimga yoqqan 4 ta iqtibosni tanlab oldim. Juda kuchli iqtiboslar. Har birini xudo xolasa sharhlab berishga harakat qilaman. Birinchi iqtibos Unvonul Bayon kitobidan. Juda ham kuchli kitob. Shayx Abdulloh Shibroviy hazratlari yozgan kitob. Biza bu kitobni madrasada alohida fan qilib o'rganganmiz. Kitob shu darajada kuchli yozilganki, bu hattoki haligi ta'lim dargohida fan qilib o'rganishga arziydigan kitob. O'zbek tilida ham tarjima qilingan, adashmasam. Birinchi iqtibosimiz, demak, fazilatlarni hosil qilish qiyinchiliklarni ko'tarish bilan bo'ladi. Oddiy gapdek eshitiladi, lekin juda haligi insonga dasturul amal bo'ladigan gap. E'tibor bersangiz, oramizda ikki xil insonlar bor. Bir insonlar boshqa insonlardan shikoyat qiladi, aytadiki, nimaga meni hamma yomon ko'radi yoki nimaga odamlar bunaqa haligi jahldor, men kelisha olmayman deydi. Ikkinchi tur insonlar bor, ular hamma bilan kelishib ketaveradi. Odamlar uni yaxshi ko'radi, nima uchun yaxshi ko'rishini ham bilmaydi, hurmat qilib murojaat qiladi. Agar o'zidan kichik bo'lsa ham uni sizlashga harakat qiladi. Ushbu iqtibosda juda zo'r instruksiya berilgan. Insonlarda yaxshi sifatlar gapirishi bilan yoki tashqi ko'rinishi bilan paydo bo'lmaydi. Nima bilan paydo bo'ladi desa, insonlar mas'uliyatni olishi bilan unda fazilatlar paydo bo'ladi. Ya'ni bir inson bor, u qiyinchilikni olsa, keyin unda fazilat paydo bo'ladi. Boshqalar keyin uni yaxshi ko'rishni boshlaydi. Yoki mas'uliyatdan qochmasa, bir ishni qilaman deb u ishni qiladigan bo'lsa yoki qila olmaydigan bo'lsa, men qilmayman deb turib aniq aytadigan bo'lsa, keyin odamlar uni yaxshi ko'rishni boshlaydi. Masalan, misol keltiradigan bo'lsak, oilada er bor. Masalan, er-xotin munosabatlarida er bor. U er mas'uliyatdan qochadi. Oilada bir muammo chiqadigan bo'lsa, ya'ni hal qilmaydi. Xo'p, pul masalasida yoki kelajak masalasida, ya'ni nimadir muammolar, oilaviy muammolar bo'ladigan bo'lsa, u "Davay, men buni qilaman" deb turib mas'uliyatni olmaydi. Natijada nima bo'ladi desa, xotini uni sekin-sekin yomon ko'rishni boshlaydi. Ya'ni ichidan paydo bo'ladi bu narsa. Bu mas'uliyatni olmayotgan er juda ham yaxshi, muloyim so'z bo'lishi mumkin. Juda yaxshi gapirishi mumkin. Chiroyli masalan sovg'a salom berishi mumkin. Lekin xotini uni yomon ko'rayotganning sababi nimada desa, u mas'uliyatni olmayotganda bo'ladi. Yana bir erkak aytadigan bo'lsak, u
bo'ldi bu mani ishim deydida, u ishni qiladi. Ya'ni xotiniga qo'ymaydi yoki boshqa odamga qo'ymaydida, u mas'uliyatni oladi. Ya'ni u qiyinchilikni ko'tarishi bilan o'zida fazilatni hosil qilyapti. Ishxonada ham xuddi shunaqa. Bir xodim bor, aytaylik, u o'ziga berilgan ishni mas'uliyat bilan qilmaydi. Natijada esa rahbari uni yomon ko'radi. Nima sababdan yomon ko'ryapti desa, mas'uliyatdan qochayotganligidan. Ya'ni nima bo'lyapti? Unda fazilat hosil bo'lmayapti. Unda o'zida fazilat hosil bo'lishi uchun nima qilish kerak? Olgan narsasiga javob berish kerak. Bu narsani do'stlik misolida ham ko'rsa bo'ladi. Ya'ni bu juda mashhur, o'sha do'st masalan qiyin kunda bilinadi deyiladi. Qiyin kunda o'zi aslida nima bo'ladi desa, yaqin do'stingiz sizga kelgan musibatni yelkasida ko'taradi. Ya'ni o'sha sizga kelgan mas'uliyatni olib sizga yordam beradi va siz nima uchun uni yaxshi ko'rib qolyapsiz? Sizga kelgan o'sha qiyinchilikni u ko'tarayotganligi uchun unda sizni nazdingizda unda nima fazilat hosil bo'lyapti. Xulosa qiladigan bo'lsak, insonlarda fazilat nimadan paydo bo'ladi desa, men shunaqaman deb turib aytishidan paydo bo'lmaydi. U bu narsani o'sha qiyinchilikni ko'tarishi, mas'uliyatni olishi bilan paydo bo'lar ekan. Ikkinchi iqtibos, tasavvur bilimdan muhimroq. Bu Einsteinning gapi edi. Juda kuchli gap. 3 ta so'zdan iborat, lekin juda kuchli aytilgan. Bu yerda bilim kamsitilmagan. Bu yerda tasavvur biz uchun ko'proq imkoniyatlarni ochishi haqida gap ketyapti. O'zi bilim nima, tasavvur nima deydigan bo'lsak, bilim bu mavjud narsalar haqida bilishingiz, ma'lumotlar. Tasavvur esa sizda bilgan narsalaringiz bor, shular orqali siz kelajakni ko'ra olishingiz. Ya'ni bunaqa qilib ko'rsakchi, men buni bu yoqqa qo'yib ko'rsakchi, buni kichraytirib ko'rsakchi degan narsani tasavvur qilishingiz. Lekin buni ham tagida bilim yotadi. Lekin mana bilim muhimroqmi yo tasavvur muhimroqmi desa, tasavvur bilimdan muhimroq. Bu misollarda ko'ramiz. Masalan, bir injenerni ko'radigan bo'lsak, muhandis ilmli bo'lishi mumkin. U hamma qonun qoidalarni biladi, ko'p kitob o'qigan, o'sha bir narsani yaratishda yo yasashda juda ham bilimli bo'lishi mumkin, instruksiya bo'yicha. Lekin yana bitta muhandis bor, u unchalik ko'p narsani bilmasligi mumkin, o'rtacha darajada bilimi bo'lishi mumkin, lekin u tasavvur qila oladi. U aytishi mumkinki, bu narsani kichraytirib ko'rsak qanaqa bo'lar ekan deydi, masalan. O'sha bu nimadan kelib chiqyapti desa, o'sha katta masalan kompyuterlar kichkina notebookka aylanishi, bu injenerlarning tasavvur qila olishidan bo'lyapti. Yoki hard disklar kichkina fleshkalarga, o'sha bilasiz, telefonlarda ham haligi kichkina SSD fleshkalargacha aylanib ketdi. Hozir masalan cloudga o'tib ketib qolyapti. Ya'ni bu nimadan paydo bo'lyapti desa, bu insonlar biladi, lekin yo'q narsani tasavvur qilishdan paydo bo'lyapti. Shuning uchun tasavvur qilish bilishdan ko'ra muhimroq. Yana bir misol aytadigan bo'lsak, masalan oshpaz. Oshpaz retseptlarni yaxshi biladi, masalan kulinariya bo'yicha o'qib kelgan, Yevropada boshqa joyda o'qib kelganda yaxshi ovqat pishiradi. Ko'p bilimi bor. Lekin kim yangi retsept asosida ovqat yarata oladi desa, tasavvur qilgan odam yarata oladi. Odatda tasavvur qilgan odamlar muvaffaqiyatliroq bo'ladi. Shuning uchun ham tasavvur bilimdan muhimroq deyiladi. Bu iqtibosni ishxonada xodim misolida ham ko'rsak bo'ladi. Bir xodim bor, ko'p narsalarni biladi, juda yaxshi bilimga ega, ishini juda ham yaxshi qiladi. Lekin yana bitta xodim borki, u o'sha ishni qanday qilib biz soddalashtirsak bo'ladi, bu narsani tezroq qilib qanday qilishimiz mumkin deb o'ylaydi. O'sha masalan 1 soatlik qilinadigan qo'l ishini qanday qilib biz 10 minutda qilishimiz mumkin deb turib, birinchi tasavvur qiladi, keyin yo'llarni qidirishni boshlaydi. Boshqa rakursdan qaraydigan bo'lsak, haligi gap bor, savol bera olish javobni yarmi deyiladi. Ya'ni siz bir muammoga to'g'ri savol qo'yadigan bo'lsangiz, shu muammoni yarmini yechgan bo'lasiz. Bu o'z-o'zidan tasavvur qila olish ko'nikmasini shakllantiradi. Ya'ni bir inson mana 1 soat ichida qilinadigan qo'l mehnati, o'sha qo'l bilan qilinadigan, aytaylik, kompyuterda qilinadigan ishni qanday qilib biz 10 daqiqada qilishimiz mumkin degan savolni qo'yapti va ketma-ket ulab boradi. Ya'ni buni biz agar u aytaylik kompyuter savodxonligiga oid bo'lsa,
aytaylik Google Sheetsda qilinadigan bo'lsa, boshqacha bir dasturlar bormikan yoki sun'iy intellekt rivojlanyapti, balkim sun'iy intellektda qilsa bo'lar bu narsani prompt engineering orqali deb turib, ya'ni to'g'ri savol qo'yishni ortidan u natijada 1 soatlik ishni 10 daqiqada qilishga erishadi. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bu iqtibos bilimni kamsitmaydi, balki bilim har doim poydevor sifatida bo'ladi. Tasavvur qilish bilimdan paydo bo'ladi baribir. Inson yetarli darajada tasavvur qila olishi uchun unda yetarli darajada bilim bo'lishi kerak. Keyingi iqtibosimiz bu Jim Collinsdan. To'xtatish kerak bo'lgan ishlar ro'yxati qilinishi kerak bo'lgan ishlar ro'yxatidan ko'ra muhimroqdir. Juda kuchli gap. Menga yoqadi bu gap. E'tibor bersak, insonlar rivojlanish uchun, muvaffaqiyatga erishish uchun ko'plab reja tuzadi. Ya'ni men ertaga buni qilaman, indinga buni qilaman deydi. Jim Collins aytayaptiki, bu ham to'g'ri, lekin sen undan oldin to'xtatish kerak bo'lgan ro'yxatingni qilib olgin. Ya'ni sen nimadir ishlarni qilyapsan-da, shularni to'xtatsang balkim sen rivojlanarsan, deyapti. Ko'pchilik nima qilishni to'xtatish borasida ro'yxat qilmaydi. Biz ko'pchiligimiz o'sha qilayotgan noto'g'ri ishlarimiz bor. Bu narsani tahlil qilib, shularning orasidan men bularni to'xtatishim kerak deb turib, ro'yxat qilishga muhtojmiz. Masalan, misol keltiradigan bo'lsak, o'qishda masalan talaba yangi kitob, yangi kurs sotib olishi mumkin. U ko'plab kitoblar, ko'plab kurslar sotib olishi mumkin. Bu juda ham sodda tushuntirish. Lekin xuddi shu talaba kechasi masalan haddan tashqari ko'p telefon ishlatadi. Masalan 2 soat, 3 soat telefon ishlatadi. Bu tomondan u bosib turib kitoblar sotib olyapti yo kitob o'qiyman deyapti. Lekin bu yoqda unda yomonroq bir odat bor. Men shu holatda u kitob sotib olishidan ko'ra, men bu yomon odatini to'xtatishi muhimroq ekan. Shaxsiy o'sishda ham misol qilish mumkin. Odam rivojlanishi uchun ko'p kitob o'qishi yoki ko'p video ko'rishi, ko'p suhbatlar qilishi, rejalar tuzishi mumkin. Lekin nimadir ishni boshlamoqchi bo'lsa agar, uni suraveradi. Ya'ni ertaga, indinga, keyinga deb suraveradi. Men shu holatda o'zini o'sha men hali tayyor emasman, bu narsani qila olmayman deb turib suradi. Shu yerda agar tahlil qiladigan bo'lsak, uni rivojlantiradigan narsa nima deydigan bo'lsak, uni o'qiyotgan kitoblari yoki qilayotgan networkinglari qaysidir ma'noda rivojlantiryapti, lekin haligi vertikaliga tezda rivojlantirib yuboradigan narsa o'zi aslida nima edi desa agar, men shu yerda o'zi haqida yomon o'yini to'xtatishi. Ya'ni men hali tayyor emasman, ertaga boshlayman degan narsani to'xtatib turib, prosta boshlashi uni tezda rivojlantirib yuborishi mumkin. E'tibor beradigan bo'lsak, ko'pchilik moliyaviy tomondan qiynaladi. Kechqurun masalan ishdan kech keladi, ertalab erta uyg'onib masalan ishiga boradi, kun davomida ishlaydi, yana charchaydi. Borib ovqatlanadi, yana ozgina farzandlari, oilasi bilan turishi mumkin, lekin yana ertalab shu rutina takrorlanaveradi. Va o'sha yerda insonlar o'ylashni boshlaydiki, men ko'proq pul topsam, moliyaviy erkinlikka chiqish mumkin deb o'ylaydi. Lekin shu yerda bitta xatoki, bizda moliyaviy stressdan olib chiqadigan narsa aslida ko'p pul topishimiz emas. Bizda bor pulni to'g'ri taqsimlashimiz va uni to'g'ri sarflashimiz. Bizga keladigan pul bu rizq masalasi, bu to'liq bizga bog'liq emas. Ya'ni rizqni Alloh beradi. Bizga keladigan pul bizni nazoratimizda emas, lekin biz qiladigan xarajat bizni nazoratimizda. Uni nazorat qila olamiz. Biz nazoratimizda bo'lmagan narsani nazorat qilishdan ko'ra o'zimiz nazoratimizda bo'lgan narsani nazorat qilishimiz to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni bizni moliyaviy stressdan chiqaradigan narsa bu ko'proq pul topishimiz emas, balki noto'g'ri xarajatlarimizni kesishimiz. Biz noto'g'ri xarajatlar qilyapmiz va o'shani ro'yxat qilib turib, men bu narsalarni xarajatlarimdan chiqarib tashlayman deb turib, ularni chiqarib tashlashimiz to'g'riroq bo'ladi. Aynan shu masalani, shu muammoni tushuntirgan, shunga yechim bergan bitta kitob bor, uni tavsiya qilaman o'qimaganlar uchun. U Latte omili degan kitob bor. Juda ham kuchli yozilgan. Xuddi shu iqtibosni kitob boshidan oxirigacha sharhlaydi go'yoki. O'sha to'xtatish kerak bo'lgan ishlar ro'yxati qilinishi kerak bo'lgan ishlar ro'yxatidan ko'ra muhimroqdir. Keyingi iqtibos, intizom va salohiyatning yo'qligi sabab paydo bo'lgan bo'shliq har doim byurokratiya orqali to'ldiriladi. Juda kuchli gap.
Buni har bir o'sha jamiyatni tahlil qiladigan yo ishxonada menejer bo'lgan inson juda yaxshi his qiladi. Ko'radi, atrofida shu muammo bor. Ya'ni qog'ozbozliklar, tasdiqnomalar qayerdan o'zi paydo bo'lyapti desa, buni tagi salohiyatda, kompetensiyani yetishmasligida bo'lib chiqadi. Bu ham Jim Collinsning gapi. Agar odamlar o'z ishini mas'uliyat bilan, o'zini qobiliyatini ishlatib turib qilmasa, unda tizim ularni qog'oz, qoida va tekshiruvlar bilan majbur qilishga o'tadi. O'zi aslida aytaylik, davlat idorasida ham haligi byurokratiya boshidan paydo bo'lmaydi. Bir e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha o'rganib chiqadigan bo'lsangiz ham bir yangi aytaylik qaror chiqadi. Va o'sha qarorni ijrosi bir insonda bo'ladi va o'sha inson tasdiqlashi bilan u jarayon tezlashib ketaveradi. Keyinchalik nima bo'ladi desa, o'sha joyda turgan xodim mas'uliyatsizlik qilishni boshlaydi yoki u odamning kompetensiyasi yetmasligini boshlaydi. Ya'ni salohiyat yetishmovchiligi boshlaydi. Keyin nima bo'ladi? Keyin yuqorida turgan tizim qog'oz qo'yishni boshlaydi. Mana bu qog'ozni to'ldirishadi, keyin bu etapga o'tishadi. Keyin biz uni tasdiqlaymiz. Keyin tasdiqlagandan keyin bir kun o'tadi, keyin qarab chiqamiz. Keyin ruxsat beramiz degan etaplar, darajalar keyin paydo bo'ladi. Tagi nimadan paydo bo'lyapti desa, o'sha joyda turgan odamni salohiyatsizligidan yoki mas'uliyatni olmasligidan paydo bo'lyapti. Ya'ni byurokratiya o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Menejer bo'lsangiz ham, masalan, tahlil qilib ko'rsangiz bo'ladi. Kichik kompaniya boshlanishida juda tez yuradi. Yo'la chunki kamchilik bo'ladi, kam odamlar bo'ladi va u kichkina kompaniya bo'lganligi uchun haligi asoschisini o'zi saralab oladi odamlarni. Asoschi haligi visionni yaxshiroq ko'radi, ya'ni kelajakni yaxshiroq ko'rganligi uchun kompaniyasiga kim mos yoki mos emasligini yaxshiroq tanlab ola oladi. Oqibatda ishlar tezroq yurishni boshlaydi. Keyin nima bo'ladi? Keyin xuddi shu tanlab olish keyingi o'zidan bir pog'ona past bo'lgan, masalan, boshqa insonga topshiriladi. U inson o'zicha yana tanlab olishni boshlaydi. Uni masalan kompetensiyasi, salohiyati yetmasligini boshlaydi qaysidir darajada va u noto'g'ri xodimni tanlab qo'yishi mumkin. Noto'g'ri xodim masalan sotuv jarayoniga yoki aytaylik boshqa jarayonlarga, ishlab chiqarish jarayonlariga ta'sir qilishi mumkin. Va oqibatda menejmentda turgan odamlar biza bu ishni qog'oz bilan nazorat qilamiz deyishni boshlaydi. Keyin jarimalar paydo bo'ladi. Agar 5 daqiqa kech qolsangiz, sizga jarima qilamiz. Ishdan nimaga erta ketdingiz? Mana shunaqa qog'ozbozliklar, tushuntirish xatlar, hayfsanlar shundan keyin paydo bo'ladi. Boshi nimadan bo'lyapti desa, insonlarni intizomi yo'qligidan yoki o'sha ishda qobiliyati yo'qligidan paydo bo'ladi. Umuman olganda, byurokratiya bu qanaqadir muammo emas, balki salohiyatni yetishmovchiligini belgisi deb qarasangiz bo'ladi. Qayerda byurokratiya bo'layotgan bo'lsa, demak o'sha yerda salohiyatsiz insonlar yoki mas'uliyatni olmaydigan insonlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Oqibatda o'sha qog'ozbozliklar paydo bo'layotgan bo'ladi. Bu son uchun tayyorlagan iqtiboslarimiz shulardan iborat edi. Xudo xolasa keyingi sonlarda yana boshqa iqtiboslarni tanlaymiz va sharhlab berishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.